Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Oktyabr oyida yaxshi niyatda umra safariga boramiz deb kutib turgan hoji akalarimiz va hoji ota, hoji onalarimiz uchun juda katta yangilik qilishda davom etyapmiz do'stlar. Centrum Holidays bosh ofisiga yetib kelganman. Bu yerda umra ziyorat narxlari keskin tushib yubordi yukadiganlar uchun yetib keldik va sharoitlari oldingi sharoitga qaraganda nisbatan yana yangiladi yukadiganlar uchun yetib keldik. Xudo xolasa, inshaalloh bugun sizlarga to'liq ma'lumotni olib beramiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalga mehmon bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Inshaalloh biz bo'lsam videoni boshladik. Avvalambor assalomu alaykum Abdulvohid aka. Charchamasdan Tanjonning salomi, charchab qolmayapsizmi aka? Inshaalloh oktyabr oyiga ham kirdik aka. Oktyabr oyi umra ziyoratiga borish narxlarini ko'p tushirdik va sharoitlari keskin yaxshilandi degan suv yetib keldik va sharoitlar bittasi va narx-navolarni aytib o'tsangiz aka. Xo'p bo'ladi. Avvalo so'rashib olsam, yurtdoshlarimiz bilan. Avvalo assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojona, hojatalarim omonmisizlar? Inshaalloh Centrum Holidays komandasi, jamoasi sizlarni umra sayohatida va umra ibodatlarida ko'rishdan har doim xursand bo'lib kelgan. Endi xudo xolasa to'liqroq gaplashsak bo'laveradi inshaalloh. Xudo xolasa yurtdoshlarimiz ko'p kutilmagan holatda bizga tushayotgan savollardan birinchisi aka, qaysi viloyatlardan reyslar uchilyapti va qayerga uchilyapti? Jiddagami yoki Madinagami? Hozir Jiddaga ham bor reyslarimiz, Madina Munavvaraga ham bor reyslarimiz. Pramoy Madinaning o'ziga ham reyslar bor aka. Albatta, Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan, Namangandan va Farg'onadan reyslarimiz amalga oshyapti. Haftada 2 tadan 3 tadan reyslarimiz bor har bitta viloyatimizda. Uni orasida telefon qilishsa Madina Munavvaragami, Makka Mukarramagami reyslar jadval almashib turibdi. O'shani hisobiga aniq bitta kun ayta olmayapmiz. Centrum Holidays kompaniyasi o'zi hozir Gland ofisida turganingiz hisobiga biz reys ko'p qo'yamiz. Boshqa reklamalar ko'rayotgan bo'lsangiz 4 ta 5 ta kunda aytyapti. Men unda deya olmayman. Chunki bizda bir oyda 30 ta ham reys bo'lib ketyapti. 40 ta ham reys bo'lib ketyapti. Tushunasiz, bir kunda 2 tadan reys tushirgan kunimiz ham bo'lyapti. Bo'ldi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, hozir aka bir haftada 2 tadan reys uchirilyapti har bitta viloyatda deyapsiz aka. Bo'ldi, demak bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringiz istalgan savollarga javob olishlaringiz mumkin yoki o'zlaringiz istalgan sanalaringga borish imkoniyatlari bor. Yurtdoshlarimiz inshaalloh bor. Bo'ldi aka, keyin yana bir asosiy savollardan biri yurtdoshlarimiz ko'p kutilmagan holatda narx-navolarni aytib o'tsangiz. Misol Samarqanddan reys bor deyapsiz, Toshkentdan bor deyapsiz va Vodiydan bor deyapsiz. Narx-navolari bir xilmi yoki narxlar o'zgarib turadimi? Xo'p, narxlar sentyabr oyiniki o'zi ko'rdingiz, juda past chiqardi. Endi oktyabr oyiniki ham xudo xolasa past chiqarishga harakat qilyapmiz. Oktyabr oyida inshaalloh narxlarimizni 1050 dan 1100 gacha qo'yapmiz. Telefon qilishsa Madina Munavvaraga bo'lsa juda qimmatroq bo'ladi, chunki Jiddaga qo'nishsa 6-7 soat raznica qiladi avtobus. Madina yurishchi. Madina Munavvaraga tushsa 1 soat, 1,5 soatda Madina Munavvarada bo'lishadi. Rasulullohning huzurlarida bo'lishadi. Salomga kirishadi bemalol, Rasulullohni ziyorat qilishga, yanada ichlaridagi yonayotgan muhabbatni ancha o'chirishga yordam bo'ladi. Borganingizdan keyin, Rasululloh ko'rganingizdan keyin o'chadi. Demak, Madina Munavvarada ko'proq bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ya'ni Madina Munavvaraga 6-7 soat yana o'sha Madina Munavvarada qo'shimcha vaqtlari bo'ladi Madinaga tushsa. Tushunarli aka. Jiddiy qaraganda Madina Munavvaraning narxi jicha qimmatroq yuradi, deyapsiz. $50 atrofi yo $70 atrofida razaq turadi. Men sizga aniq summa aytmay ekanman. Siz hozir ko'rayotgan videoyingiz, Xudo xolasa, yolg'on bo'lmasa, Centrum Holidays bosh ofisda olyapti. Birortasi bosh ofisda olyapmanmi deyaptimi? Siz videoni ko'rayotganingizda har doim bir narsaga quloq soling. Turli sizlarni mekka qo'yib olyapman. Men turli sizlarni qo'yib olgan sabab mana hamma ma'lumot shu yerda bor. To'liq ma'lumotlar hammasi shu yerda bor. Inshaalloh siz yolg'onchi firmalarga uchrab qolmang. Siz ishonmasiz ofisimizga keling. Ofisimda pasport qabul qilib olaman, sizga shot raqam beramiz. Centrum Holidays kompaniyasi o'zi bank orqali to'lagan to'lovingizga kvitansiyalar berayotganigacha chiqarib beramiz. Shu darajada ishonib gapiryapman. Birorta videoda boshqa tur filmlar videosida ko'rdingizmi? Yo'q. O'shuning uchun rahmat, shunchalik yurtdoshlarimizga siz ishonchli firmani aka reklama qilaman xolos deb menga gapirdingiz. O'tkazib gaplashganimizda aka men ishonch dokumenti bo'lsa, muammo bo'lmasa reklama qilaman aka, o'tgan yili qildim, qanaqa muammolarga uchradim deb o'zingiz gapirdingiz. To'ppa-to'g'ri aka. To'g'ri bo'lgani yo'q, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. O'zim shu Centrum Holidays tanladim, o'zim sharoitlarini o'rgandim. Saudiyadagi gastitsiyalarda menga videolarni ko'rsatishdi, sharoitlar, oziq-ovqatlari, hoji yurgan 50 boshlarni tanishtirishdi aka. O'zimga manzur bo'lgani uchun yurtdoshlarimizga ham ilinib keldim aka. Xudo xolasa, qarang, odamlar Rossiyada yil ishlayapti. Ota-onamni umramni qabul jo'nataman.
ota-onam yaxshi turfirmadan borsin. Men ota-onam uchun bitta ishlayapman. Hamma farzand. Men ham, siz ham ota-onamiz uchun ishlaymiz bu dunyoda. To'ppa-to'g'ri aka. Ota-onamni rozi qilsam, menga ota-onam, onamni oyog'i ostida jannat deyapti. Ha? O'shuning uchun ota-onalarimiz birinchi rozi qilish uchun yaxshi turfirmadan jo'natishimiz kerak. Borganimizdan keyin xunuk holatlar bo'lmasin. Rossiyada qiynalib ishlayaptimi bolangiz? Ha? Sizni jo'natyaptimi? Siz o'ylang. Meni bolam Rossiyada ishlayapti. Meni bolam shunchalik menga pul topib, ishlab meni umraga jo'natdi. Siz ham hojona borganingizdan keyin hojada borib yotib olmang. Borib chiqqaningizdan keyin ibodat qiling. Rasulullohning huzurlariga kiring. Makka mukarramada shunaqa tavob qilingki, ertaga farzandingiz u yerda baraka topsin siz yotgandan keyin. Xafa bo'lmanglar, jicha qattiq gapirib olgan bo'lishim mumkin, lekin jonim achigandan gapiraman. $1000 pul uka kichkina pul bas. To'ppa-to'g'ri aka. Qiynalib kimdir ishlayapti. Siz bilan men bir kunda topayotgandirman, ha? Yo 10 kun topayotgandirman. Kimdirlar yillab ishlashi $1000 pul. Rossiya O'shuncha iltimos qilib qolamanki, mendan ketyapsizmi? Iltimos. O'sha narsani o'ylang. Iltimos, Centrum Holdings kompaniyasi sizga shunchalik sharoit qilib beryaptimi? Narxlarni arzon qilib beryaptimi? Xudo xolasa bundan keyin ham arzon qilib beradi. Faqat farzandim yo bo'lmasa o'zim qiynalib pul topdim yo to'plab ota-onamga deyapman degan tarzda iltimos qilib qolamanki, birinchi borishimizdan oldin jicha o'zimiz bilan o'zimiz xulosa qilib olaylik. Borganimdan keyin ibodat qilaman yo ibodat qilaman degan gaplarni aytib olaylik. Ming bor uzr qattiq gapirib borgan bo'lsam. To'ppa-to'g'ri aka. Ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringizga, yaqinlaringizga qattiqroq gapirib qo'ydim. Meni kechirishadi degan umiddaman, Xudo xolasa. Endi bu achchiq bo'lsa ham haqiqat. Bu gapingiz ba'zi bir odamlarga tegishli, hammaga emas, shuni aytib o'tib ketaylik. Tushunish degan umiddamiz aka. Endi Madina Munavvara va Makka Mukarramadagi gastisa masofasini bitta aytib bersiz aka. Xo'p, Madina Munavvarada 300 dan 400 metrgacha orada gastisa bo'ladi. Makka Mukarramada 1,5 dan 2 gacha bo'lgan gastisa masofasi bo'ladi. Lekin men buncha vaqtda kirasiz deb aytib olmayman. Chunki probka mahal bo'ladi yo probka emas mahal bo'ladi. O'shan holatlarda. Men lekin kilometrni aytalaman. 1,5-2 kilometr oralig'ida. Makka Mukarramada Madinada 300 metrdan 400 metrgacha bo'lgan masofa Xudo xolasa. Bo'ldi aka, bular tushunarli. Endi Madina va Makka bo'ylab aka sayohatlar shu firma ichida bo'ladimi yo addenni aqqa borganda pul to'lovi bo'ladimi aka? Yo'q, mana Madinada, Makka Mukarramada ondan oq sayohatlar bor. Arafat tog'i, Uhud, Jamorot, Qizil dengiz, Rojixiy, ket sayohatlar juda ko'p. Xurmo bog'i ham bor shular ichida. Biz xurmo bog'i ham bor. Biz faqat o'sha yerga olib boramiz. Qizil dengizga borsak, kema olib chiqamiz deyapman. Olib boramiz. 10 riyol, 15 riyol bo'lishi mumkin. O'zbek so'miga 20 ming, 30 ming atrofida pul bo'ladi. U unaqa katta summa bo'lmaydi. Bu kemaga chiqish. O'shuning uchun har doim aytamiz. 14 kun umraga necha pul olsam bo'ladi degan savol ko'p berishadi. Men aytaman, yosh kattalar bo'lsa $200 dan $300 gacha. Rasxodingiz. Qanaqa rasxod? Bizga ja ketsa bir $10, $15 pul ketadi. Katta pul ketmaydi. Qizil dengiz, boshqa joylarga xurmo olishingiz bor. Farzandlarga har xil narsa olishingiz bor. Narsa olishingiz bor, nevaralarga narsa olishingiz bor, farzandlarga narsa olishlar bor. Tabarida, endi siz o'sha yerga qaytib borasiz, kimdir san'atga narsa olgani boryapsanmi? Bitta ham to'lib yotibdi-yu degan gaplar juda ko'p. Yo'q, siz o'sha yerdan tabaring, bir narsa olib, hadiyada. Odamda ko'ngil bor-da, o'sha narsani bersa xursand bo'ladi. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, bular tushundik. Xudo xolasa endi 14 kunlik umra sayohati aka, 3 kun Madina Munavvara, 11 kun Makka Mukarrama deyildi. Shunday. Reyslar qayerlardan uchirilishini aytildi. Endi O'zbekistondan uchaydigan yurtdoshlarimiz ayrim qismi yosh katta odamlar, o'zingiz bilasiz aka. Saudiya Arabistonda ko'pchiliklar kommentariyaga yozishadi. Kalaskalar bormi yoki doktor xizmati bormi? Shunaqa savollar, mayda savol o'zi aslida-yu, ko'pchilik nazariga ilmaydi, o'zi qo'pol aytganda, lekin asosiy narsalarda bular. Shikoyat tushiradigan narsalar. Xo'p, qarang, Madinada 3 kun bo'lishgani hisobiga u yerda doktorimiz yo'q. Makka Mukarramada albatta Xudo xolasa birinchi yordamni beradigan doktorimiz bor. Faqat birinchi yordam nima? Mavo tomog'iga dori bo'lgansiz, dori beradi. 2 oylik bo'lsa 2 oylikni qilib qo'yiladi, lekin o'zi tashxis qo'yib, o'zi bilan saqlanolmaydi. Doktor xizmati birinchi yordam nima kerak bo'lsa, shuni qilinadi. Davleni o'lchash, yosh kattalardan davleni o'lchash, boshqa ishlarni bemalol qilib beriladi. Bo'ldi aka, bu tushunarli. Kalasiya xizmatichi aka. Kalasiya xizmatini bu yerdan olsa bagaj hisoblamaydi. 7 kilo, 10 kilo, 20 kilo hech qanaqa bagaj hisoblamaydi. Aeroportdan samolyotgacha, samolyotdan Naytomondan aeroportgacha olib tushib qo'yadi. O'zlari aravachalari bo'lsa. Lekin biz aravacha bermaymiz. Haramdan vaqt aravachalarini olib berishga yordam qilishimiz mumkin. Ya'ni mehmonxonani o'zini aravachalari bor deb eshitganmiz-da. Xo'p, bo'lsa uni olib beramiz. Masalan, bizdan Centrum Holdings kompaniyasining juda ko'pchilik boryapti.
Ko'rayotgan bo'lsa ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p borishyapti. Bir oyda 1000 ta ham chiqar ekan, bu 10 ming ta ham chiqargan oy bor. Aniq soni yo'q. O'shuning uchun gостиницаni eshitadi 10 ta bo'ladi, 5 ta bo'ladi, ortidoni bor, buzug'i bor, aravachani g'ildirayib ketgani bor, qiyshaygani bor. Undan ko'ra bu yerdan 100 dollar olishgani. Masalan 5 kishiga deyapsiz, 5000 dollar to'lov olsa, o'lib ketsa 100 dollarga bitta aravacha oningiz uchun olib bering. Mazza qilib, yangi aravachada qiynalmasdan tavoqlar qilsinlar. Xudo xolasa yurtdoshlarimizga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying, kommentariyaga amin so'zini yozib ketsangiz inshaalloh juda chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.